Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan Maftuna Ikromova. Biz hozir sizlar bilan Google Classroom platformasini nastroyka qilishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda bizga ilovaning o'zi kerak bo'ladi va biz Play Marketga Classroom deya yozamiz va bizga kerakli ilovamizni, ya'ni Google Classroomni chiqarib beradi va biz o'rnatish tugmachasini bosamiz. Ko'rib turibsizki, Google Classroom platformasi sinfga qilinmoqda. Bu ilovamiz Google Classroom platformasi albatta masofaviy ta'limlar uchun, ya'ni masofaviy ta'lim talabalari vazifani yuklashlari, vazifani qabul qilishlari, topshiriq topshirishlari mumkin bu ilovada. Albatta masofaviy ta'limlar uchun qulay platforma hisoblanadi. Ilovamiz o'rnatilmoqda. Ilovamiz o'rnatildi va ochish tugmasi paydo bo'ldi. Biz ochish tugmasini bosamiz. Va bizga Google Classroom tomonidan ogohlantirish beriladi, ya'ni dars beruvchi va o'quvchilarga muloqot qilish vaqtini tejash va o'quv jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi deya ogohlantirish beriladi. Biz boshlash tugmasini bosamiz va bizda Google hisob kiritish talab qilinadi. Men Google hisobimni kiritdim. Albatta Google hisob kiritish lozim. Va bizda boshlash uchun sinf qo'shing, sinfga qo'shilish. Agar sizning sinfingiz bo'lsa, sinfga qo'shilish, sinfingiz bo'lmasa, sinf yaratish tugmachasini bosasiz. Menda sinf yo'qligi sababli sinf yaratish tugmachasini bosdim. Va bizda maktabda o'quvchilar bilan Classroom ishlatasizmi deya so'rovnoma beriladi. So'rovnoma bilan tanishib chiqasiz. Yuqoridagi eslatmani o'qidim va tushundim hamda maktabda Classroom ishlatmayman deya tugmacha beriladi va siz tepidagi Classroom so'rovnomasini tanishib chiqqach, shu tugmachani bosasiz. Va bu yerda sinf nomi so'raladi. Albatta bu majburiy. Sinfingizning nomini qanday nomlamoqchisiz? Siz xohlagan nomingizni, ya'ni tegishli nomni kiritishingiz lozim. Men masalan qilib IT mutaxassislik nomi bilan nomladim sinfimni va bo'lim raqamini kiritish lozim. Men 3-bo'lim tanladim va xona belgilanishi lozim. Men misol qilib 303-xonani belgiladim. Va so'ngida mavzu, ya'ni siz o'tmoqchi bo'lgan tegishli mavzu nomi kiritiladi. Men masalan qilib zamonaviy texnologiyalar mavzusini tanladim. Va to'g'rali so'rovnomani to'ldirib bo'lgach, tepada yaratish tugmachasi paydo bo'ladi. Yaratish tugmachasini bosasiz. Mana ko'rib turibsizki, bizning sahifamiz ochildi. Ya'ni meni sinfimning nomi IT mutaxassislik bo'ldi. Sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Kelgusi sonlarimizda o'quvchilar uchun sinf orqali e'lon berishni, sinfga vazifalar yuklashni va odamlarni taklif qilishni tushuntirib o'taman. Xayr, salomat bo'ling.